Hop, assalomu alaykum yurtbadiylar, yaxshimisizlar? Keyingi obyektga keldi. Bitta eslasalang, birinchi kelganimizda mana shu zinani tayinib, kesib zinani tushirib berdi joyiga. Keyingi qilgan ishlarimiz o'sha orqada ikkita tualet ham bor. O'sha tualetlar dimoxodni teshib berdi. Keyingisi mana shu eshik jicha kaltashlab berishganida eshikni o'rnini chuqurroq qilib ochib berdi. Endi yana bir ishga chaqirishdi. Mashdan otopleniyani turbasi pastdan ketar ekan. Kesib bering deb chaqirishdi. Bu kesishimiz xo'p. Mashdan oxirigacha boradi. Bu xonada tayyor joylar qolgan. Mana. Xo'p, bularni o'rnini teshib beramiz. Bir taraf kesamiz. 3 etaj kesib, teshiklarni teshib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ashta nomerlar chiqarib beramiz. Inkodan perchatelar sovg'a qilishgan. O'zimizga aloqaga chiqib olasizlar bemalol. Hozir ikkita xonani kesdik. 3-chi xonaga navbat keldi. Bitta xona ham 12 metrdan ekan, shunaqa ekan.